Menga qara, kelyapsanmi? Telefon qilganga 1 soat bo'ldi. Aka, men oshga borib kelaman. Uka to'xtab tur, 1 minut gapim bor desanda. Nima gapingiz bor? Gapiring aka, tez-tez. O'tam qarab turibdi eshitaydi. Uka, dorilarim ham oxirlab qolgan ekan. Ashuni olib berasan deb chaqirdim seni. Aka, yaqinda olib beruvdim-ku, ekonom qilishni ham bilmaysiz, yarimta qilib ichsiz nima bo'ladi? Meni ham o'ylasangiz bo'ladi, aka. Aka, bolalarga men ustuvosh olaymi yo siz doringizni olaymi? Nima qilayman ham aka? Menga ham oson emas hozir qish kunida. Obbo, nima qilganingiz bu aka? Hozir qish kunida men qatdan yudiraman gilomlarni. O'zi siz darsizdan hozir gilomim ham qolmadi. Hozir ko'rpam ham qolmadi. Ana mita shuncha o'ziga qarab yurib yursiz bo'lmaydimi aka? Jonam telefonni ko'tarmayapti. Jonga tegdilaring o'zi. Yezgirlo qachon kelding oshna? Qachon kelding o'rta? Kimga baqiryapsan? Kimga ham bo'lar? Toshnami akam bor-ku, gilomga hozir ovqat to'kib yubordi, gilomni dog' qildi. Akani ranjitishga arziydimi shu bitta giloming dog' bo'lgani? Ishonch gilom yuvish ochilgan-ku, hamma joyda filiali bor, Farg'onada, Marg'ilonda. Bitta telefon qilsam hozir kelib hamma gilomingni yuvib berishadi. Shu ham muammomi? Hozir meni chaqiraman. Alo, va alaykum assalom. Aka chaqirgan ekansiz, lakatsa bo'yicha yetib keldi aka. Bo'ldi aka, hozir chiqamiz, bo'ldi, hozir. Ana kelishib, yur chiqaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, sog'at. Yumisiz, yaxshi. Ishonch gilom yuvish korxonasidan keluvdi aka, ishonchli vakillari biz aka. Nima xizmat bizga? Shu gilomlarimiz bor-da, yudirish kerak. Bo'ldi aka, biz o'sha gilomlaringizni olamiz aka. Turkiya texnologiyasi birinchi chanqoq ustanovimiz bor. Chanqoq nimasidan o'tgandan keyin yuvish korxonasiga kiradi. Yuvish bo'limida yuvilgandan keyin shushurkamiz bor. Shushurkaga kiradi, shushurkadan xudo xolisa pardozlash bo'limi 2 kunda yetkazib beramiz, attalashib chiroyli. Bo'ldi aka. Xizmatimiz yoqsa pul olamiz, yoqmasa pul olmaymiz aka. Bo'ldi aka, rahmat.